qayoqdagi O'zbekistonga bor yo'g'i penaltidan gol uryapti. Birinchisi Katanets yillar davomida bosimsiz ishladi. Birov mushugini pisht demadi. O'zimga shaxsan yoqmagani endi bu rostdan-ku. Bemalol rostdan podkastdan bo'lgandan siz faqat rostdan gapirishingiz mumkin bo'ladi. Katanets mana shu nuqtai nazardan qayerdadir futbolimizni rivojiga to'siq bo'ldi. Shunaqa bir etlarni jimishtiradigan, jumbushga keltiradigan epizodlarni aytib beryaptilar. O'sha Qatarni o'sha kuni yutish mumkinligini oradan 3 kun o'tib Birlashgan Arab Amirliklari isbotladi. Yirik hisobda tormor keltirdi Qatarni. Avval aytishardi, biz jahon chempionatiga qachon chiqamiz, nimaga chiqmaymiz deb. Endi chiqqanda gapirishyapti. Birinchi o'yin Kolumbiya maydonga chiqishdan avval O'zbekistonga nechta to'p uroqlar kimmiz deb o'ylaydi. 1-0, 2-1 ularni qanoatlantirmaydi. Birinchi bahsda play-offda kuchsizroq jamoa ro'paro keladi. Bizni 5-0 yutish kerak bo'lganlar 0-1 yutqizyapti. Mabodo yutqizib qo'ysak, biz Cristiano Ronaldosi bor Portugaliyaga yutqizdik deymizda. Biznikilar agar o'zini yo'qotib qo'ymasa va Misr bilan o'yindagi birinchi taymni eslasak, shunaqa harakat qila olishsa, biz Kongoni yutishimiz mumkin. Argentina Messi bilan yana chempion bo'laman deb kelyapti. Qiyin masala. Demak, Argentina 3-o'rinni olishi mumkin. Fransiya 18da chempion, 22da finalchi. Bu safar yana chempion bo'laman deyapti-yu, tarkib bugungi kunni holatidan kelib chiqsangiz, chempion bo'lishi qiyinday. Angliya chempion bo'lmaydi, faqat uyda chempion bo'lgan. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Yana bir necha daqiqadan so'ng Mexikoda 2026-yilgi jahon chempionati K guruhi uchrashuvi boshlanadi. Maydonda Kolumbiya va O'zbekiston terma jamoalari saf tortishadi. Barchamiz ushbu kunni orzu qilganimiz bor gap. O'sha kunga yetib keldik. Bugun tunda hech kim uxlamaganiga ham shak shubha bo'lishi mumkin emas. Biz vatan jamoasi bilan bir tanu bir jonmiz. O'zbekiston terma jamoasi bugun yuzi yorug' bo'lib maydonda ajoyib o'yin ko'rsatishini hammamiz xohlaymiz. Asriy orzularimiz ushaldi O'zbekiston jahon chempionatida. Assalomu alaykum. Bu Rostdan podkasti va studiya mikrofonlari qarshisida Behzodbek Abrorov. Bizning bugungi suhbatdoshimiz esa albatta bu jahon chempionatini mendan va ba'zi birlaringizdan ko'ra ko'proq kutgan sport sharhlovchisi Mirzahakim To'xtamirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Mirzahakim aka, kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. O'zbekiston jahon chempionatida. Zo'r. Bu kunni rostdan biz 1000 yil kutdik, chunki o'tgan 1000 yillikda boshlaganmizda saralashlarda qatnashishni. 1997-yil ilk marotaba O'zbekiston jahon chempionati saralashida qatnashganda 90% muxlis biz jahon chempionatiga boramiz deb o'ylagan. Hech kim o'shanda bu kunni biz qancha kutishimizni o'ylamagan. O'zbekiston jahon chempionatida bo'lar ekan, har xil savollar yuzaga kelyapti. Kayfiyat qalay deb so'rayotganimiz sababi ba'zi bir muxlislarimiz o'rtoqlik uchrashuvlaridagi mag'lubiyatimizga bir fojia yashashga ham ulgurishdi. Siz Kanada va Niderlandiyaga qarshi o'yindan qanday xulosalarga keldingiz va o'zni kutuvingiz qanday edi? Jahon chempionatlari arafasidagi o'rtoqlik uchrashuvlari o'z nomi bilan nazorat o'yinlari. Murabbiylar shtabi futbolchilarning qanday ahvolda ekanligi, o'zi mashg'ulotlarda futbolchilarga bergan ko'rsatmalarni ular qanchalik o'zlashtirganini amalda, maydonda boshqa raqib bilan bahsda tekshirib olish imkoniyati. E'tibor bering, nafaqat O'zbekiston, balki mana degan kuchli terma jamoalar ham yutqizyapti. Bundan fojia yasamayapti. Hattoki avvallari jahon chempionati 1 oy davom etardi. Hozir 1 oy u yana deyarli 10 kun, o'sha 11-iyunda rasman boshlanib, ularni vaqti bilan 19-iyulda, biz vaqtimiz bilan 20-iyulda tamom bo'ladi. Endi
1,5 oycha vaqt mobaynida jahon chempioni bo'laman degan terma jamoa yuksak sport formasini ushlab tura olmaydi. Shuning uchun turnir boshlanishidan asta-sekin ko'tarilib borishi kerak. Shu nuqtai nazardan hali hech qaysi terma jamoa optimal tayyorgarlikka ega emas. Shu jumladan biz bilan o'ynagan raqiblar ham. Ana o'sha Niderlandiya terma jamoasi jahon futboli yetakchilaridan biri. Amalda agar yaxshi sport formasida bo'lsa, optimal sport formasida va rasmiy uchrashuv bo'lsa, ularga qanchadir gollar farqi suv va havoday zarur bo'lsa, bizga ko'proq gol urardi. O'sha penaltilarni o'zidangina emas. Boshqa tarafi ko'rdik, bir nechta qulay imkoniyatlarni ular ham boy berishdi. Demak, ularning muxlislari ham hozir jiqi-biron chiqib o'tiribdi. Qayoqdagi O'zbekistonga bor yo'g'i penaltidan gol uryapti. Bu nima tayyorgarligi deb. Kanada e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi tarkibni maydonda birinchi taymda ushladimi, ikkinchi tarkib avval tushirdimi? Sababi birinchi taymda biz bilan o'ynagan Kanada boshqa edi, ikkinchi taymda boshqa edi. Birinchi taymda biz yaxshiroq o'ynadik. Agar Eldor o'sha ikkita qulay vaziyatda omadi chopganda gol urardi va natija qanday bo'lishini hech kim aytib bera olmaydi. Tezkor gol kiritgan bo'lardi. O'sha tezkor gol urgan bo'lardik, vaziyat boshqacha ketardi. Yomg'irni inobatga olaylik. Yomg'ir bizga ham ularga ham deymiz, ular o'sha yurtda odami ko'nikkanroq deylik. Yana bir tarafi biz hozir o'zimizcha Kanadani mensimaganday bo'ldik-da. Lekin Kanada terma jamoasi tarkibini olib, futbolchilar qaysi klublardan kelganini inobatga olinsa, ular bizdan kuchsiz emas degan xulosaga kelasiz. Shuning uchun bir tarafi o'rtoqlik uchrashuvlari, bu nazorat imkoniyati, ikkinchisi murabbiylar kimgadir to'liq ishonsa, balki kamroq vaqt berar yoki aksincha kimlardir bir-biri bilan tushunib olsin, bir-birini his qilsin deb turib ko'proq o'ynatar. Sababi ochig'i Kanada bilan o'yinda birinchi taymdan keyinoq qator o'zgarishlarni kutgandim, bo'lmadi. Natija uchun bosh murabbiy mas'ul. Demak, tarkibni tanlash, kimni qancha o'ynatish aynan uning inon ixtiyorida. Lekin mana shu narsani esdan chiqarmaylik. Hozirgi sharoitda juda ham jiddiy yo'qotishga duch kelyapmiz. Bu asosiy tarkibdagi o'yinchilarimizdan biri Jaloliddin Masharipov. Jaloliddin yaxshi yigit, Jaloliddin terma jamoani yetakchilaridan biri, ko'p yillardan buyon o'zbek futboliga xizmat qilib kelayotgan yigit, lekin oxirgi 1 yil davomida biz Masharipovsiz o'ynadik. Va yutuqlarga ham Masharipovsiz o'sha Markaziy Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogini qo'lga kiritdik. Masharipovsiz Alayn kubogini qo'lga kiritdik. Masharipovsiz FIFA seriyasi mart turnirida uydagida g'alaba qozondik. Demak, bemalol o'ynasa bo'ladi. Ya'ni Jaloliddin bo'lsa qayerdadir balki tajribani hisobiga, salohiyatni hisobiga termaga ko'proq yordam berardir. Lekin bugun o'sha qanotda mana Oston O'runovni o'ynatib ko'rdik. Abbos Fayzullayev o'sha qanotga o'tib o'ynab ko'rdi. Zarur bo'lsa Eldor Shomurodov o'sha tarafda o'ynashi mumkin. Igor Sergeyev hujumga qo'yib, ya'ni meni nazarimda Jaloliddin Masharipovni maydonga tusha olmasligi fojia emas. Bugungi terma jamoamizni tarkibidan kelib chiqilsa, o'zimga qolsa Husniddin Aliqulovni tezroq tuzatgan bo'lardi. Himoyada muammomiz ko'proq. Himoyada ancha muammo. Ya'ni yarim himoyada Jaloliddin Masharipov o'rnini to'ldiradigan yigitlar bor. Husniddin Aliqulov bilan salohiyat nuqtai nazaridan havodan uzatiladigan to'plar uchun kurashda yoki o'z jarima maydonimizda raqib hujumlarini bartaraf qilishda teng keladigan o'yinchilarimiz kam. Umuman olganda O'zbekiston jahon chempionatiga chiqish jarayonida har xil voqeliklar kuzatildi. Kannavaroning kelishi katta bir muhokamalarga, e'tirozlarga, fikrlar qarama-qarshiligiga sabab bo'ldi. Sizningcha O'zbekiston milliy terma jamoasini mundialga asosan Kapadze olib chiqdimi yoki ko'proq bunda Katanetsni bir xizmatlari bo'ldimi? Yo'q, aslida ikkalasi ham xizmati bo'ldi. Chunki qaysi biriniki ko'proq tosh bosadi? Uniki yoki buniki demasdim. Sababi oddiy.
birinchisi Katanets yillar davomida bosimsiz ishladi. Katanets o'zi xohlagan ishni qildi, birov mushugini pisht demadi. O'zimga shaxsan yoqmagani endi bu rostdan-ku. Bemalol rostdan podkast. Rostdan bo'lgandan siz faqat keyin rostdan gapirishingiz mumkin bo'ldi. Avvallari yodingizda bo'lsa, boshqa joylarda ham tanqid qilib chiqqanman. Biz raqibni o'yin taktikasini inobatga olmasdan faqat himoyaga tayangan holda o'ynadik. Hattoki o'sha Ektor Kuper boshqargan terma jamoada 9 kishimi 10 kishi himoyaga yotib olishni bilib turib, Osiyo Kubogida, Qatarda biz 8 ta himoyalanadigan futbolchi bilan maydonga tushdik. Dahshat. Bu haligi ikkala jamoa faqat o'zini darvozasidan gol o'tkazib olmasligini o'ylaydi deganida. Devor yasadik faqat. Devor yasadik. Katanets mana shu nuqtai nazardan qayerdadir futbolimizni rivojiga to'siq bo'ldi. To'siq bo'ldi. Boshqa tarafi Katanets kelib qanday amalga oshirdi bilmadim, buni o'zi gapirib berar yo futbolchilar aytgani ma'quldir u, lekin O'zbekiston terma jamoasiga g'alabaga bo'lgan iroda hissini yuqtirdi. Avvallari biznikilar to'p o'tkazib yuborsa va hisobda ortda qolishni boshlasa, tushkunlikka tushardi va vaziyatni o'nglab olishi juda qiyin edi. Comebacklar bo'lmasdi. O'sha inglizcha so'zni ishlatsangiz comeback bo'lmasdi. O'zbekchada gapirganda o'sha qaytib yana o'zimizni tiklay olmasdik. Katanets davrida shu narsani o'rgandik. Bu juda ham muhim amaliyot edi. Kim qildi buni? Katanetsmi, yordamchisimi bilmayman, lekin Katanets davrida shu narsa kuzatildi. Boshqa tarafi raqiblar bilan o'yinlarda, mushkul vaziyatlarda balki mana shu avlodning o'zini xarakteridir. O'zini yo'qotib qo'ymasdan, hattoki vaziyat teng bo'lib turganda ham tarozini biz tarafdagi pallasi tosh bosadigan qilishni ham uddaladik. Oddiy misol, Qirg'iziston bilan o'yin. Mehmondagi o'yin 2-2 ochko yo'qotsak, o'zimizni juda ham mushkul ahvolga solib qo'yamiz. Oston O'runov zo'r misol keltiryapsiz. Ajoyib o'yin namoyish qildi. Shaxsiy mahorat va intilish evaziga g'alaba golini kiritdi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan o'yinlar. Har ikkalasida penalti bizni darvozamizga belgilanyapti. Har ikkalasida O'tkir Yusupov darvozani muqarrar goldan qutqarib qolyapti. Biz 3 ochkolik bo'lyapmiz. Shunaqa bir etlarni jimishtiradigan, jumbushga keltiradigan epizodlarni aytib beryaptilar. Boshqa misol, Katanets davridagi misol. Qatarda mehmondagi o'yinimiz. Tarkib va taktika o'zini oqlamadi, ikkita to'p o'tkazib yubordik. O'yinda burilish yasashga majbur bo'lib, bitta himoyachini almashtirdida, hujumkor yarim himoyachi safga qo'shildi. Qanotlardan to'p oshirildi, bo'yi bundoq Abbosbek Fayzullayev daroz himoyachilarni dog'da qoldirib ikkita gol urdi, 2-2. O'sha joyda Kapadze bo'lsa, himoyachini tushirmasdi maydonga. Shu 2-2 ni 3-2 qilamiz derdi-da, hujum davom etardi. Katanets nima qildi? Hujumkor yarim himoyachini oldi, markaziy himoyachini safga qo'shdi. Rustamjon Ashurmatov ayblamoqchi emasman, lekin o'sha zonadan bizga gol keldi. Yutqazdik. Taktik xato. Bir ochko ham oltinga teng bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatda biz haligi bir ochkoni 3 ochko qilishga urinmadik-da. O'zimiz to'p o'tkazib yubordik, yutqazdik. O'sha Qatarni o'sha kuni yutish mumkinligini oradan 3 kun o'tib Birlashgan Arab Amirliklari isbotladi. Yirik hisobda tormor keltirdi Qatarni. Demak, Qatar o'sha haftada zo'rmas edi. Biz ham yutsak bo'lardi. Bu Katanets oshni pishirib tayyorlab damlab qo'ydi-yu, Temur Kapadze suzib yeydi deganlarga javob. Boshqa tarafi Temur Kapadze keldi. O'sha kelgan vaqtda endi asli Katanetsga yaratgan sog'ligi bersin, umrini ziyoda qilsin, xizmatini qildi, baraka topsin. Ammo hech kim kafolat bermaydi-da. Katanets qolganida biz qirg'izlar bilan uydagi o'yinni yutamiz, Ozodiyda durang o'ynaymiz, Abu Dabida durang o'ynaymiz deb kim kafolat bermasdi. Bu tomoni ham bor. U hali bajarish kerak edi bu ishni. Temur Kapadze nima qildi?
mas'uliyatni zimmasiga olishdan qo'rqmadi va qisqa muddatda inqilob qila olmasdi. Ammo o'yinni o'zgartirdi. Oddiy misol, o'sha qirg'izlar bilan o'yinni olingda 20-mart Toshkent biz bitta gol urdik, lekin yana kamida 5 ta, 6 ta, 7 ta urishimiz mumkin edi. Stadionga kelgan muxlislar hujumkor o'yin ko'rdi. Stadionga kelgan muxlislar futbol ko'rdi. Terma jamoaga chin ekamiga ishondi. Bu Kapadzening Kapadze'ni o'yinni o'zgartirgan edi. Kataloniya bo'lganda himoyada turaverardik. Bitta gol urib olamizmi, ikkita urib olamizmi, nima bo'lar deb. Ozodiyda o'ynayapmiz Eron bilan 2-2. Biz hisobda oldinda borib, Eron hisob tenglashtiryapti. So'nggi yillarda bo'lmagan ishda, odatda Eron oldinda boradi yoki biz durangni saqlab qolishga harakat qilardik. Durang rasman Eronni jahon chempionatiga olib chiqardi o'sha oqshom, bu ham bor. Ammo bizga ham o'sha durang yetarli edi. Hali turnir jadvalidagi holatdan kelib chiqib, tahlil qilsangiz, xulosa chiqarsangiz, biz oxirgi soniyagacha hujumga bordik. To'xtamadi yigitlar. Hujumga borgan joyimizda to'pni yo'qotsak, ular bizni darvozaga tahdid solishi mumkin, kelib gol urib ketishi mumkin deb cho'chimadik. Biz g'alabaga o'ynadik. Temur Kapadze g'alabaga o'ynadi. 5-iyun Abu Dhabi. Jahon chempionati yo'llanmasi tarozi pallasiga qo'yib qo'yilgan. Hamma tomondan qarshilik. Hammasini hamma biladi. Yutqizmasak biz jahon chempionatidamiz. Arablar nima qilmadi? Ha. Endi qarang. Katanitsa jamoasi bo'lganda 9 kishi himoyada yotardi. Ha. Kapadzening jamoasi 9 kishi bo'lib yotib olgani yo'q. Futbol o'ynadi. To'g'ri, O'tkir mushkul vaziyatda qutqardi. Boshqa hujumchilarimiz gol ura olmadi, ammo biz futbol o'ynab yutdik arablarni. Maydonda cho'zilib yotib olib, to'pni duch kelganga tarafga tepib yorib, masda yana bitta o'zimga juda maza qildirgan joyi, ko'p yillar mobaynida o'sha klublar darajasida, terma jamoa darajasida o'yin bo'lsa, hisob ularni qanoatlantiradigan vaziyatda vaqt cho'zish boshlashardi, arabchasiga qivorardi, asabiyni egovlab tashardi-da, bizni yigitlar to'pni olib kelib, mana out tashagin yo burchakdan tepkin deb to'pni hali bol bo'ylan o'rniga futbolchilarimiz olib kelib berardi, ular qo'liga olgisa, kesa olardi, bo'lmasa bunday yana tashab qo'yib boshqatdan olardi, vaqt cho'zardi. Biznikilar shu ishni qilgani yo'q. Ular to'pni bizga olib kelib berdi, lekin biznikilar vaqt cho'zmadi. Haligi arabchasiga vaqt cho'zmasdan durangni saqlab qoldik. Boshni baland ko'targan holatda jahon chempionatiga chiqdik-da, keyingisi ana 10-iyundagi bayram haqiqiy to'y bo'ldi. To'ydek bo'lsin deb o'zbekning iborasi bor-ku. Qatar Osiyo chempioni, amaldagi chempion, Osiyoning 2 karra chempioni. Toshkentga kelyapti-da, Bunyodkorda biz hech narsa qila olmayapti. Taraqaturuq qilib 3 ta gol urdik, qo'shimchasiga yana bir 5 ta urishimiz mumkin edi o'sha kuni. Har bitta gol o'ziga xos chiroyli bo'ldi. O'sha Turg'unboyev goli ham, Eldorning goli ham, Igor maydonga tushib gol urishi ham haqiqiy bayram bo'ldi-da. U nafaqat stadion to'planganlarga, butun O'zbekiston ahliga mana biz jahon chempionatiga chiqqanimiz tasodif emas. Biz o'yinimizni namoyish qilib, Osiyoni mana deganlarni orqada qoldirib chiqyapmiz deb ko'rsatib berdik. Ya'ni shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsa, Temur Kapadzening hissasi Katanetsnikidan aslo kam emas. Cannavaro qay darajada to'g'ri variant edi sizning fikringizcha? Faqat rostini ayting. Dilingizdigini, qalbingizni ayting. Temur borsa bo'lardi. Ha. Bo'lardi. Faqat bilasizmi? Temurga qarshi nimalar ishladi? Ha. Sal orqaga qaytaylik. 2012-yili Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi bo'lib turgan vaqt, terma jamoaning o'yini kuchaygan palla, biz Osiyo kuboklarida faqat bir marta yarim finalga chiqqanmiz o'sha Abramov davrida 11-yilgi Osiyo kubogida. 12-yil fevralda biz Olimpiadaga yo'llanma beradigan o'yinni Toshkentda Jar stadionida Birlashgan Arab Amirliklariga yutqizib qo'yganmiz.
Ha. 2-0 yutib turib 2-3, 2 daqiqa 3 daqiqaning ichida ikkita to'p o'tkazib yuborganmiz. Hamma narsa tamom bo'lganda. Aqllatib o'tkazib yuborgan. Londondagi Olimpiadaga bordik, chiqdik deb turgan joyimizda hali og'zimizdagi oshni oldirganmiz. Yigitlar oldirgan, hech kim ataylab uni nima qilmagan. Keyin martda yana play-off bo'ldi, yutolmadik, qolib ketdik Olimpiadadan-da. Iyunda Jar stadionida yana O'zbekiston Eron bilan o'ynayapti. Hali VAR tizimi yo'q. Odil Ahmedov tepgan to'p darvoza chizig'ini kesib o'tdi. Hakamlar ko'rmadi yo ko'rmaganga oldi. Gol hisoblanmadi 0-0. 12 soniya qolganda raqiblar biz darvozamizga gol urishdi. Abrahamov ertasiga ertalab iste'foga chiqarildi. Terma jamoaning o'yini bor, Eron bizdan qo'rqib o'ynab turgan davrda natija bo'lmagani uchun murabbiyni ishdan olishdi. Qaytamiz 25-yil yoziga. Markaziy Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi final O'zbekiston Eron Toshkent Olimpiya stadioni 5-daqiqada Abbosbek Fayzullayevga qo'pollik ishlatgani uchun eronlik futbolchi qizil kartochka oldi, maydondan chetlatildi va bir kishi ko'p bo'lib o'ynayotgan Temur Kapadze jamoasi raqibni yuta olmadi. 119-daqiqada Hojiakbar Alijonov kiritgan gol qaysidir ma'noda tasodif bo'ldi. Hujumchilar gol ura olmadi. Ataylab tashkil qilingan kombinatsiyada gol urmadik-da. Penaltilar seriyasiga tayyor turgan joyimizda gol urib oldik. Undan tashqari eronliklar yig'lab ketdi. Hakamlar o'zbeklarga yon bosdi deb, aslida unaqa emas. Chunki maydondagi hakam xato qildi, VARdagisi tuzatdi uni xatolarini. Haligi o'yindan tashqari holatni aniqlashda ham, qizil kartochkada ham, boshqasida ham. Lekin fakt 114 daqiqa Eron bizga qarshi bitta kishi kam o'ynadi. Bir kishi kam o'ynagan Eronni hech narsa qila olmadik. Bu Temur Kapadze'ni jamoasi edi. Bir yil avval Parijga Temur Kapadze terma jamoamiz olib bordi. O'zi biz medallar uchun ketyapmiz dedi. Lekin qayerdadir Temur Roziga, qayerdadir yigitlarga tajriba yetishmadi-da. Keyinchalik chempion bo'lgan va 3-o'rin olgan jamoalar bilan bitta guruhda edik. O'shalarga munosib qarshilik ko'rsatdik-ku, oxirgi uchrashuv hech bo'lmasa yutib qo'yishimiz kerak edi-da. Haligi natija ham mana miyani bir chekkasida turadi-da. Hali Temurni bu saviyada boshqaruv tajribasi yo'qligi. Endi tasavvur qiling, mana hozir boshlangan jahon chempionatida Temur Kapadze olib borganida O'zbekiston balki Kanavarradan yaxshiroq natija qayd etishi mumkindir edi. Buni endi hech qachon bilmaymiz. Kanavarro bilan ham O'zbekiston mana shu jahon chempionatida xudo biladi hali qanaqa natija qayd etadi. Lekin o'sha paytda nimanidir o'zgartirish zarur degan fikr, mulohaza paydo bo'ldi. Ertaga to'ydan keyin xinani oyog'ingga qo'y degan gapi bor o'zbekni. To'ydan keyin xina qo'ymaylik deb turib, Lovga og'iz solindi, Yoaxim Lovga. Boshqa bir ikkitasini aytib ko'rildi, ular unamadi. Kanavarroni olib kelindi. Kanavarro oltin to'p egasi, jahon chempioni futbolchi sifatida, trener sifatida hali bir narsani bir joyda qoyillatmagan. Buni ham tan olaylik. Ammo mana shu joyda balki Lovdan ko'ra Kanavarroni kelgani yaxshilikkadir. Nimaga? Lov kelganda o'zi pensiyada yuribman, xotinim ko'nmadi dedi-ku, endi asosiy sabab. Lov jonini koyitmasmidi? Koyitarmidi bilmaymiz. Nimadir isbotlashga harakat qilmasmidi? Vaqti bevahal kelib ketib yurarmidi? Bu hozir o'zi ham hammani ro'parasida haligi lupa bilan kuzatib turilganini his qilyapti Kanavarro. O'zbekiston bilan ijobiy natijaga erishsa, karyerasi uchun nihoyatda muhim. Bizdan-da kuchliroq terma jamoalar taklif qiladi. Yana bir tarafi Kanavarroni kelganda matbuot anjumanida o'zim so'radim. Avval Temur Kapadzega jurnalistlar nomidan rahmat deb, o'sha matbuot anjumanida yoshim sal kattaroq bo'lgani uchun hamma nomidan gapirishga haddim sig'di. Keyin Kanavarradan so'radim, siz O'zbekistonda necha kun yashamoqchisiz? Chunki Katayinskilardi ketardi. Asosan o'yinlarga yordamchilar borardi-da. Desam,
Velosipedimni ham olib keldim. Men yangi yilgacha O'zbekistondan hech qayoqqa ketmayman dedi. Ya'ni O'zbekiston termasi bilan borib keldi, Malayziyaga bordi, alangi Birlashgan Arab Amirliklariga borib keldi-yu, lekin terma jamoa bilan birga bo'ldi. Yordamchilar bilan birga o'zi mamlakat Superligasi o'yinlarini kuzatdi. Natija sifatida mana o'sha Dinamo Samarqanddan, Surxondan va boshqa klublardan yigitlar terma jamoaga taklif qilindi. Kuzatdi. O'z navbatida meni ishontirmadi dedi qo'ydi murabbiyku. Azizbek Turg'unboyev qolib ketyapti. Hojimat Erkinov qolib ketyapti. Terma jamoaga olinmayapti. Farg'onada O'zbekistonliklar ichida eng zo'ri bo'lib qolgan Odilov olinmayapti. Sanasam davom ettirish mumkin-da. O'sha avvallari biz terma jamoaga loyiq deb hisoblaganimiz Abduxoliqovlar, Bobur Abduxoliqov, Temurxo'ja Abduxoliqov yo'q. Lekin bular haligi o kengaytirilgan tarkibga kiritilmayapti. Demak, Fabio Cannavaro va shtabi o'zbek futbolini o'rganibdi. Yaxshilab. Shuncha odamni chaqirgandan keyinda Temur Kapadze Olimpikda bosh murabbiy bo'lgani, Olimpiya terma jamoasining ustozi bo'lgani nuqtai nazardan olib qarasak, O'zbekistondagi yoshlarni hammasini yaxshi biladi. Salohiyatini o'rgangan va keyingi turnirlarda Temur bundan juda katta haligi naf chiqarishi mumkin edi. Ammo Cannavaro'ni hozirgi ishlashidan kelib chiqaylik. Keling, u ham o'zi uchun jon qo'ydiryapti-yu, lekin biz o'zbek xalqini xursand qilish uchun o'ynaymiz, deyapti. Haligi ko'pchilik hozir ta'kidlayotgan ibora, biz jahon chempioni bo'lmasligimizni bilamiz. Shuning uchun bosimsiz o'ynaymiz, futboldan zavq olib o'ynaymiz degani ham yaxshi. Ha, menga nima degani emas u. O'yindan avval siz, men, mana bu yigitlar hammamiz yutishing shart, yutmasang O'zbekistonni sharmanda qilasan, guruhdan chiqish vazifasi qo'yilgan deyaversak, ana u yigitlarning tomi ketib qolardi, futbolchilar. Ortiqcha bosim yuzaga kelardi. Kuzatish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev alohida ta'kidlab o'tdilar. Borib bosimsiz o'ynang. Qanaqa natija qayd etishingizdan, ko'rsatishingizdan qat'iy nazar, biz uchun sizlar qahramonsizlar. Chunki siz asosiy vazifani bajardingiz, jahon chempionatiga chiqdingiz deyaptimi? Buni tagida ham o'sha psixologiya bor. Fakt tarix yaratdi. Vazifa qo'yib qo'yish mumkin edi-da. Mana bu yoqdagi asosiy vazifani bajardingiz, jahon chempionatiga chiqdingiz. Endi 38 million xalqi bor O'zbekiston sizlardan yangi qahramonlikni kutadi. Guruhdan chiqsanglar zo'r ish bo'lardi yigitlar desa, ana bolalarni yana bosardik-da, ezardik. Mana shu narsani o'yladi. Shavkat Miromonovich Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lganda traktor jamoasi bo'lardi. O'sha traktor jamoasi bilan viloyatlarga borib kelib yurganini o'zi aytib bergan. Futbolni ichidan tushunadigan odam bo'lgani uchun bosim qilmadi. Cannavaro'ning gapi ham hozir yigitlar zavq olib o'ynasin. Jahon chempionatiga yana keladimi yo'qmi ularni? Masalan, Eldor Shomurodov uchun balki oxirgi chempionatdir. O'tkir Yusupov uchun balki oxirgi chempionatdir. Yana 4 yildan keyin keladimi yo'qmi? Bu Ronaldo emas-da. Hali 40 dan oshganda ham o'ynayveradigan. Shuning uchun bular zo'r o'ynasin, zavq olib o'ynasin. Mana kechagi Niderlandiya bilan o'yinda oldinga ketishyapti. Abbos to'p uzataman desa, hech kim yo'q. Ko'pchilik shu narsani e'tirof etyapti. Shunga o'xshagan bo'lmasin, ochilsin bolalar. Qo'rqmasin himoyada xato qilishdan. Xato qilsa ham jahon chempionatiga chiqdi-da shular. To'ppa-to'g'ri. Avval aytishardi, biz jahon chempionatiga qachon chiqamiz, nimaga chiqmaymiz deb. Endi chiqqanda gapirishyapti. Baraka topkur. 10-yil Portugaliya Shimoliy Koreyaga 7 ta gol urgan, 7-1 bo'lgan. Biznikilar ham shunaqa bo'lsa-chi, sharmanda bo'lgandan bormay qo'ya qolgan yaxshi emasmidi? Ya. 1 yil avval nimaga chiqmaymiz degan odam endi 7-1 bo'lsa nima bo'ladi deb o'tiribdi. Birinchidan niyatni yaxshi qilaylik. Ikkinchidan o'sha 7-1 ga 7-1 boshqa borda, misol 14-yil Braziliyada jahon chempionati mezbonlar chempionlikka asosiy da'vogar.
5 karra jahon chempioni Braziliya uyida Germaniyani qabul qilyapti-da, 7 ta javobsiz to'p o'tkazib yuborib, keyin bittani zo'rg'a uryapti. Bittani zo'r uryapti. O'shanda ham Mesut O'zil Germaniyani 8-golini urganda zo'r vaziyat bo'ldi. Braziliya hali javob to'pini urarmidi yo'q, Xudo biladi. 8-10 o'lan bo'lib qolishi mumkin edi. Braziliya futboli tarixidagi eng og'ir mag'lubiyat. Achinarli mag'lubiyat. O darrov taqqoslashda 1950-yili Braziliya jahon chempionatiga mezbonlik qilgan va Urugvay jahon chempioni bo'lgan. 200 mingdan oshiq tomoshabin Marakanada yig'lagan. Adashmasam Braziliya 6-1 hisobida Venesuelaga ham saralash bosqichida yutqizgan. Endi qarang, mana shu narsalarni taqqoslaydigan bo'lsangiz, jahon chempionatida hamma narsa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, to'g'ri. O'ta ruhiy holat, futbolchilarning psixologik nuqtai nazari, nafaqat o'sha taktika, boshqa narsalar ham xizmat qiladi-da. O'yindan tashqari vaziyatlar ham albatta ta'sir ko'rsatadi. Mirzo Hakim aka, hozirgi holatda 48 ta jamoa, 12 ta guruh. Eng bir qo'rqinchli guruh. Men bu shu so'zni eshitgim kelmaydi, gapirgim kelmaydi, baribir o'lim guruh qaysisizniki? Bizniki? Shubhasiz. Buni bitta biz emas, buni butun dunyo futbol jamoatchiligi tan olyapti. Menimcha ham bizniki sababi Kolumbiya qit'asida 3-dunyo futbolida kuchli 15 taning ichida. Portugaliya kuchli 10 taning ichida. Kongo tarkibini qarang, 9 ta o'yinchisi. Yo'q, uni hozir hamma bilib bo'ldi-da, o'shaning uchun tarkibini qarang deyapman. Yana qo'shimchasiga ular hozir qanaqa ahvolda keladi Xudo biladi, ana Ebola deb turib virus tufayli Amerika 21 kunlik karantin talab qilyapti. Ularga bu tomondan ham bosim bor-u. Endi mana shu mushkul vaziyatda xalqqa ruhan ko'tarishimiz kerak, motivatsiya berishimiz kerak, xalqqa dalda bo'lishimiz kerak deb avval jon kuydirmagan, hozir jon kuydirishi ham mumkin-da ular. Haligi bir tarafdan tushkunlikka tushishi mumkin, boshqa tarafdan aksincha vatanparvarlik nuqtai nazaridan avval qilmagan ishini hozir qilishi mumkin-da. Shuning uchun shubhasiz bizning guruh eng og'ir guruh. Kolumbiyadan ochko olishimiz, Portugaliyaga kichik hisobda mag'lubiyatga uchrashimiz va Kongoni yutishimiz, ya'ni 4 ochko bilan keyingi bosqichga chiqishimiz qanaqa darajada siz uchun haqiqatga yaqinroq? Ko'pchilik muxlislarning fikri bu. Bu ko'pchilik muxlislarning fikri. O'zingizcha keling bo'lmasam, siz o'zingiz bashoratingizni. Ya, bitta narsa, biz 3 yil o'yinni yutqizishimiz mumkin. Qanday og'irlik ajab. Endi rostdan bo'ladigan bo'lsa-da, biz 3 yil o'yinni yutqizishimiz mumkin. Va bundan fojia yasamasligimiz kerak. Bunga ham tayyor turishimiz kerak. Millionlab odamni tomosha qiladi, lekin siz hozir mayli, men bo'ladigan gapni gapiryapman-da. Raqiblarimiz ham ko'rishi mumkin. Chunki raqiblarimiz futbolchilarimiz o'rgansin. Meni gapim emas. Endi boshqa tarafi bor. Biz 7 ochko ham olishimiz mumkin. Ya 9 desam lof bo'ladi-yu. Qaniydi? 9 desam lof bo'ladi. Portugaliyaga mayli durang. Mana qarang, nimani hisobiga biz 9 ochko olishimiz mumkin. Birinchi o'yin Kolumbiya maydonga chiqishdan avval O'zbekistonga nechta to'p ura olar kimmiz deb o'ylaydi. Bu ertaga emas, yaxshilab eshitinglar. Haligi 1-0, 2-1 ularni qanoatlantirmaydi. Sababi hozirgi jahon chempionati tizimida o'z guruhida birinchi o'rinni olganlar umumiy jadvalga birinchidan 12-gacha qilib terib chiqiladi. Ya'ni bizni guruhda birinchi o'rinni olish o'zi kam. Haligi birinchi o'rinni olganlar orasida imkon qadar yuqori ko'tarilish kerak. O'shanda birinchi bahsda play-offda kuchsizroq jamoa ro'paro keladi. Haligi 3-o'rin olganlardan qaysinisigadir qarshi o'ynaysan. Shuning uchun Kolumbiya Portugaliya bilan o'yinni durang qilsak, Kongo va O'zbekistonni yutsak, 7 ochko olamiz. To'plar farqiga ko'ra biz teparoqda turishimiz kerak deb turib, O'zbekistonga va Kongoga ko'p gol urishni o'ylayapti. O'ylayapti. Mensimagan holatda. Mensimagan emas, mensigan taqdirda ham o'ylayapti hozir shuni. O'zbekistonga bir 5 ta ursak yo 7 ta ursak, 8 ta ursak deb o'tiribdi. Shug'ullanyapti, o'rganyapti. Endi tasavvur qiling, bu futbol maydonda 2 to'p yumaloq. O'sha kuni o'yinni boshida Ostonmi, Eldormi, Abbosmi yo birgalashibmi
qarshi hujumda. Borib darvozasiga ularni to'p kiritib turibdi. Bizni 5-0 yutish kerak bo'lganlar 0-1 yutqizyapti. Haligilar ruhiy jihatdan tupikka tiqilib qoladi. Biznikilarga aksincha osonroq bo'ladi. Chunki 0-0 da to'p o'tkazib yuborsak, yutqizishni boshlaymiz. 1-0 da to'p o'tkazib yuborsak, oxir oqibat 1 ochko olamiz-da. Bitta o'tkazib yuborsak. Shuning uchun osonroq o'ynaymiz. Ana ular vaqt o'tgani sayin gol ura olmasa, borgan sari asabiylashadi. Biz qarshi hujumda yana bitta to'p urib kelib qo'yishimiz mumkin. Bu hali optimal variantda, endaligi 3 ta yutqizamiz deganim tamomila teskarisi. Biz 2 ta gol urib, boringki birorta o'tkazib yuboraylik, mayli. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. 3 ochko olib, birinchi turdan keyin guruhda peshqadammiz, nima deysiz? Qaniydi? Shunday bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yilishi joyiga, shularning gaplari uchun. Ikkinchi o'yin Portugaliya Cristiano Ronaldo bilan tushsin maydonga. Hech narsa qila olmasin. Sababi mabodo yutqizib qo'ysak, biz Cristiano Ronaldosi bor Portugaliyaga yutqizdik deymizda. Ronaldosi yo'q Portugaliyadan ham yutqizding demasligi uchun muxlislar. Bu bir taraf. Ikkinchisi, Portugaliya termasi Ronaldo maydondaligida beixtiyor to'pni unga uzatishga harakat qiladi. Faqat u orqali. Aksariyat hollarda hujumda Ronaldoni ko'radi. Ronaldoni yopishni uddalasak, Portugaliyani zararsizlantirishimiz mumkin. Eplab qolsak, mana Niderlandiya bilan oxirida agar o'zimizga yana bitta penalti olib kelmasak, 1-1 bor edi. Portugaliya bilan 1-1 qilaylik. Haligi 1 ochko. Boshqa tarafi, Ronaldosiz Portugaliya, Ronaldolik Portugaliyadan kuchli. Ha. Sababi o'sha saralashni oxirgi turida Ronaldo qizil kartochka olib avvalgi o'yinda diskvalifikatsiya qilingani uchun Armanistonga qarshi o'ynamadi. Ha. Qolganlar emin erkin o'ynadida 9 ta gol urdi xolos. Xolos. Armanistonga 9 ta gol urdi. Ronaldosiz. Ronaldo bilan avvalgi o'yinni yutqizishdi. Shuning uchun Ronaldo Portugaliya tarkibida maydonga tushsin. Mayli, necha qilmasak minimal hisobda yutqizarmiz. Lekin minimal hisobda yutqizaylik-da. O'shanda 3 yo 4 ochkomiz bo'ladi. Haligi siz aytgandek bashorat qilish bo'ladigan bo'lsa, aslida-ku bu hammasi cho'pchagu. Balki shunaqa bo'lib qolsa hozir. Oxirgi o'yin Kongo. Kongo birinchi, ikkinchi o'yinda xuddi bizga o'xshab avval Portugaliya, keyin Kolumbiya bilan o'ynaydi. Ikkalasini yutqizsa, u yoqda mamlakatdan Ebola bolalarning ruhiyati boradigan joyga borib qolishi mumkin. Hayot-mamot jangi bo'ladi-yu, o'sha hayot-mamot jangida u tomonga ham og'ishi mumkin, tarozini pallasi bu tomonga ham og'ishi mumkin. Biznikilar agar o'zini yo'qotib qo'ymasa va Misr bilan o'yindagi birinchi taymni eslasak, shunaqa harakat qila olishsa, biz Kongoni yutishimiz mumkin. Mana sizga haligi 7 yo 6 ochko. Boringki 4 ochko bo'lsin, lekin 4 ochko Xudo xohlasa bu jahon chempionatida play-offga chiqish uchun yetarli bo'ladi. Sizning fikringizcha O'zbekiston qaysi bosqichgacha yetib boradi va o'sha bilan kifoya qiladi? Guruhdan chiqsa xursand bo'laman. Guruhdan chiqsa xursand bo'laman. Keyin yana bitta o'yinni yutsa bu a'lo natija bo'ladi. Mabodo play-offda 2 ta jamoani yutadigan bo'lsak, u zo'r bo'ladi-da, keyingi avlodlar buni takrorlash qiyin bo'ladi. Ha, keyingi avlodlarga qiyin bo'ladi. O'shaning uchun asta-asta ko'tarilaylik deb turib, play-offga chiqaylik, birinchisini yutaylik, zo'r bo'ladi. Tarkibda kimlarni ko'rishni xohlagan edingiz, qolib ketishdi? Odilov qolib ketdi. Chunki haqiqatdan meni nazarimda Farg'ona oxirgi yillarda, oxirgi mavsumlarda ajoyib o'yin namoyish qilyapti. O'sha Navbahordan mavsum o'rtasida kelib, Neftchilni asosiy tarkibdan joyi o'ziniki qildi. Jamoaga naf keltiryapti va 26-yilgi Superligada chet elliklar bilan raqobatda
qolishmasligini Neftchidagi legionerlar ko'chadan o'tib ketayotganlar emas. Haligilar bilan raqobatda o'zini salohiyatini ko'rsata oldi. Odilov qolib ketdi. Odilovni Amerikada bo'lishini xohlardim. Azizbek Turg'unboyev bor, Hojimat Erkinov bor, anu bor, manu bor deymiz, ularning o'rnida yana kimlardir bor. O'sha joyda o'ynaydigan. Hojimat nima uchun qolib ketdi? Dostonbek Hamdamov 26-yilni yaxshi boshladi. Paxtakorning o'zida ham Hamdamov Erkinovdan ko'ra ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'ldi. Nima uchun? Cannavaro zaxirada ko'proq o'tirgan o'yinchini olib ketib, o'ynab gol urib turganini tashab ketish kerak. Shu nuqtai nazardan haligi. Yana bitta tarafi mana Iroq chempionatini to'purari bo'ldi deyapmiz. Hujumchi olib ketsa bo'lardi deyapmiz-da endi Sherzodda. Lekin tarozini pallasiga qo'yishni o'rganaylik. Shomurodov bilan ikkalasini qo'ysak. Siz ham, men ham, bular ham Eldor tanlaymiz. Sergeyev bilan qo'ysak ham Sergeyev tanlaymiz. Azizbek Omonov bor deylik, yana u bilan raqobatlashishi mumkin bo'ladigan. Azizbek Omonovni O'zbekistonda ko'proq kuzatdik, ko'proq ko'rdik. Iroqning umumiy saviyasi haqida baribir bilmaymiz. Va Azizbek Omonov nafaqat hujumchi va hujumchi ortidagi pozitsiyada, balki qanotlarda ham zarur bo'lsa o'ynay oladi. Mana sizga haligi Omonovni tosh bosadigan xislati. Shuning uchun Iroq chempionatini to'purarni olmayapmiz. Yoki Umarali Rahmonaliyev, Ozarbayjon chempioni, Ozarbayjon kubogi egasi. 20 yoshlilar o'rtasida terma jamoamiz sardori edi. Chempion bo'lganda. O'sha Abduqodir himoyada, Abbos yarim himoyada o'ynagan jamoani sardori yetakchilaydi. Hal qiluvchi penaltini urgan bola edi. Endi boshqa tarafi bor, hozir shuni pozitsiyasida o'ynaydigan yana 5 ta o'yinchi bor. Ular bilan taqqoslasangiz tajribasi kamroq va yigitlar bilan birga o'ynaganda umumiy hamjihatlik nuqtai nazaridan, bir-birini tushunish nuqtai nazaridan rishtalar kamroq. Shuning uchun u chekkada turibdi. Shuning uchun Jasur Jaloliddinov chekkada turibdi. Lekin bular Amerikada yuribdi. Nimaga? Yarim yildan keyin Saudiya Arabistonida Osiyo kubogi bo'ladi. O'sha joyda hali yigitlar o'z so'zini aytishi kerak. Otabek Shukurov qachondir terma jamoa bilan xayrlashadi. Odiljon Hamrobekov qachondir chekkaga chiqishi mumkin. Misol uchun, Azizjon G'aniyev mana Kanadadagi o'yinda 20-daqiqada jarohat oldi, almashtirildi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, Niderlandiya bilan o'yinda Iskandarov maydonga zaxiradan tushirildi va o'zini yomon ko'rsatmadi. Doston Hamdamov yomon harakat qilmadi. Igor Sergeyev gol urdi. Ana shularning hammasi bor-da. Bularga ham joy kerak. Hali yana kimnidir qo'shish uchun bulardan kimnidir chiqarib tashlash kerak. O'zbekiston milliy terma jamoasi albatta 48 ta jamoaning orasida bizni eng bir ko'zga tashlanib turgan, nigohimiz qadalgan jamoa. Uni g'alaba qozonishini, hattoki finalda o'zimiz ishonmasakda chempion bo'lishni xohlaymiz. Lekin Mirza Hakim To'xtamirzayev eng yaxshi ko'rgan yana bir jamoasi bor. Va u qaysi? Kimga muxlislik qilasiz? O'zbekiston milliy terma jamoasidan boshqa yana. O'zbekiston milliy terma jamoasidan boshqa deyiladigan bo'lsa, o'yini chiroyli chiqqan jamoaga. Biror bir aniq bularning ichida birortasi, bilasizmi, muxlislik qilish mohiyati nimada? Siz chinakamiga muxlis bo'lsangiz, biz muxlis so'zini ishlatamiz-ku, Qozog'istonlik qo'shnilarimiz, ular ham turkiy tilda so'zlashadigan xalq, ana shu baleyshik ishqiboz so'zini jon kuyar deb ishlatishadi. Jonini kuydirish kerak-da odam. Qaysinga joyini joningizni kuydirasiz? O'sha jonim kuymaydi-da birortasiga. O'shaning uchun haligi bemalol deyapman. Xo'p, savol boshqacha qo'yamiz. Braziliya yutqizsa ham kechasi xotirjam uxlayman. Fransiya, Ispaniya, Germaniya, Angliya nima farqi bor? Xotirjam uxlayman. Yoshligimdagi vaziyatda shu savol berilganda 70-yillarda Niderlandiya derdim, chunki u paytda o'sha Yohan uchar gollandlar, Total futbol 74-78-yillarda finalga chiqqan va qaysidir ma'noda mezbonlar qulog'idan tortib chempion qilingan, bular ikkinchi o'rin bilan qolib ketishgan. O'sha Gollandiya, o'sha Niderlandiya bo'lganda balki boshqacha bir ishtiyoq bilan kuzatarmidim. Hozirgilarning hammasini
oddiy muxlis sifatida ko'raman, jonkuyar sifatida emas. Key guruhidan tashqari, bizning guruhimizdan tashqari yana qaysi guruhda jamoalarning imkoniyatlari bir xil? Sizningcha? Hozirgi jahon chempionatida o'sha 3 ta mezbon bor guruh olib tashlasangiz, qolgan hammasida kurash ketadi. Odatda qur'a shunaqa-ku, uni qandoq qilib to'g'rilashadi bilmayman mexanizmini, lekin har safar hamma turnirda e'tibor bering. Mana Meksikani, Kanadani, AQShda guruhlarini oling. Birorta biraligi ularni tormor keltiradigan raqib qo'yib berilmaganda. Yo'q. Bizga hatto 4-savatchadan Kongo tushyapti. Kurasao tushmadi-ku. To'g'ri. O'shaning uchun shu 3 ta mezbon bordan boshqa hammasida kurash bo'ladi. Juda ham yaxshi javob. Bizdan kim birinchi golni uradi jahon chempionatida? Fikringizcha? Bizdan kim gol uradi bilmadim-u, kim urishdan qat'iy nazar o'zimizni bola uradi. Avtogol bo'lmaydi. Yo'q. Yaxshi. Baligi. Yaxshi. Mirza Hakim To'xtamirzayevni har doimgidek o'zlarini Yo'q, avtogol bo'lishini xohlamayman. Bizni bola ursin. Oston uradimi, Eldor uradimi, Abbos uradimi, kim ursa ham o'zimizni bola uradi. Jahon chempionatini kashfiyoti qaysi jamoa bo'ladi? O'zbekiston bo'lishini xohlardim. Eng omadsiz jamoachi? Eng omadsiz jamoa buni turnir ko'rsatadi-yu, lekin AQSh bo'lishini xohlardim. Nega? Nega? Sababi jahon chempionatining mezbonlari odatda turnirni bayramga aylantirish ustida harakat qiladi o'ylaydi-da. Bularni davrida hamma yoqda muammo ketidan muammo chiqyapti. O'tgan yili yodingizda bo'lsa, yozda klublar o'rtasida jahon chempionatida muammolar paydo bo'ldi. Hozir mana o'rtoqlik uchrashuvi Niderlandiyada qanchalik Niderlandiya bilan o'yin oldidan bizni tekshirishi va Niderlandiya aytishlaricha politsiya yo'l boshlab olib kelibdi ularning avtobusini. Biznikilar shunchaki o'zini avtobus bilan kelibdi. Bu qanaqa tashkilotchilik? Qanaqadir bir ajoyib. Ana Eronnaligi yoki Afrikaning eng yaxshi hakamini kiritilmasligi. Ha, Amerika xavfsizligiga rahna soladigan shaxslarga viza bermaymiz deyishyapti. Baraka topkurlar. Kirsin hakamligini qilsin, yoniga bitta qo'riqchi qo'yib qo'yinglar. Bir qadam chapga o'ngga ortiqcha tasholmaydi. Vatandoshlarimiz orasida 34 ta davlatda bo'lib, o'sha yerlarda biznes yuritadigan insonlar Amerika vizasini ololmadi. Yo'q, ketadimi shu yerga borgandan keyin? Menga viza bergan Amerika. Viza nuqtai nazaridan muammoim bo'lmagan. Bir necha marta bo'lganman Amerikada. Hattoki mehnat vizasi ham olganman. Haqiqatan 19-yili Las Vegasda og'ir atletika bo'yicha o'smirlar o'rtasida jahon chempionatiga boradigan bo'ldim. Hujjatlarimiz topshirildi. Cho'zib suhbatni ko'chirib oxiri chempionat boshlanadigan haftaning boshida dushanba kuni suhbatga kirdik. Siz nima uchun boryapsiz Amerikaga? Jahon chempionatini yoritish uchun. Turist sifatidami? Yo'q, ishlagani boryapman. Qarab turibdi konsul. Aytdim, men dam olgani yaqinroq biror joyga borardim. 13 soat New Yorkka, undan keyin yana 5-6 soat Las Vegasga uchib yurmasdan. Oxiri avvalgi pasportingizdagi yashil pasportimiz bo'lardi, o'sha yoningizdami, bera olasizmi? Ha, mana qaraydi. Yaponiya, Koreya, Xitoy, Arab davlatlari, Yevropa davlatlari kirib chiqqanim viza turibdi. Rosa kezgansiz dunyoni. Endi haligi Xudoga shukr. Keyin aytdi, biz o'ylab ko'ramiz, keyingi hafta javob beramiz. Men aytdim, keyingi hafta vizangizni menga keragi yo'q. Jahon chempionati bu hafta boshlanadi. Hali aytganingizdek, to'ydan keyin chorshanba kuniga bilet bron qilib qo'yilgan. O'sha reysda uchib ketsam, men musobaqaga ulguraman. Bo'lmasa, bir hafta keyin borishimni qizig'i yo'q. Yaxshi. Viza beramiz. Ertasiga viza berishdi, qaraganim yo'q, bordim. Amerikada aeroportda bundoq qilib pasportni qo'ysang, kompyuterga skanerga boshqalarniki o'tyapti, birga borganlarniki menikini tan olmayapti vizamni. Iye dedim, migratsiya xodimini chaqirdim, qarab turib keyin tushuntirdi. Ser,
kechirasiz, bular hammasi turistlar. Siz ishlagani kelyapsiz ekan, ishlagani kelganlar u narigi yo'lakdan o'tadi. deb bu yoqda navbat ham yo'q, bemalol bu yoqda butun samolyot navbatda turib chiqdi. Men 10 daqiqada Amerikaning hududiga kirdim. Bu tomondan muammo yo'q. Yaqinda Mixail An xotirasiga bag'ishlab turnir o'tkazildi. O'zbekistonda Amerika elchixonasi shaxsan elchi janoblari keldi. Koreya elchixonasi elchi, Qirg'iziston, Qozog'istondagi koreyslar jamoalari keldida, o'sha diasporalarning jamoalari o'rtasida turnir qilindi. Mixail An Paxtakor 79 sardori bo'lgan. Shuni xotirasiga o'sha joyda ko'rishdik, gaplashdik, to'ppa-tuzuk odam. Ya'ni haligi viza bo'yicha o'zimni shaxsan muammoim yo'q. Lekin boshqalarni mana bunaqa muammosi ko'paygani uchun va u yoqdagi tashkilotchilik nuqtai nazaridan haligi aks sado bo'lishini xohlardim. Suhbatimiz sizlarga ham yoqyaptimi? Yoqtirmani bosib qo'yinglar va mana shu joyda sizlarning mahsulotinglar, xizmat turinglar, faoliyatinglar haqidagi bemalol e'lon, umuman olganda reklama ketishi mumkin. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, keyingi podkastlarimizda bemalol siz bilan hamkorlik qilamiz. Kutilmagan natijani qayd etishi kerak bo'lgan deb topgan jamoangiz qaysi? Kutilmagan natijani qayd etsin, O'zbekistondan boshqa. Yo'q, tushundim. O'zbekistondan tashqari bo'ladigan qaysi bir jamoani biz yetarli darajada baholay olmayapmiz-ku, lekin u ko'proq uzoqroqqa boradi. Yaponlar uzoqqa borsin. Bizga har tomonlama yaxshi. O'zimizning qit'a vakili bo'lgani uchun. Ham qit'amizning vakili, ham Yaponiya futbolini ichidan kuzatganman. Shuning uchun ulardagi ishga munosabatni ko'rganman. Tartib, intizom, intilish, o'shaligi o'z oldiga yuksak maqsadlarni qo'yish, hammasini shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsa, adolatdan bo'lardi. Men ham shu fikrdaman. Jahon chempionatida 3-o'rinni qaysi jamoa egallaydi? Yarim finalda yutqizganlardan bittasi. Eting. Bilmayman. Rostdan men bashorat qilishni yomon ko'raman. Aytmayman ham, odatda javob bermay qo'ya qolaman. Balki savollarga endi to'g'ri chiqadi, nima farqi bor. Bu futbol shunisi bilan qiziq. Mana qarang, nechta jamoa borda, bularni shulardan bittasi 3-chi bo'lishi mumkin, lekin bo'lmasligi ham mumkin. Mana Marokashda hech kim kutmagandik-ku Dohada. Qarang. Yoki Yevropa chempionatida Gretsiya. Argentina Messi bilan yana chempion bo'laman deb kelyapti. Qiyin masala. Demak, Argentina 3-o'rinni olishi mumkin. Haligi siz aytgan 3-chiga deb gapiryapman-da. Fransiya 18da chempion, 22da finalchi. Bu safar yana chempion bo'laman deyapti-yu, tarkib bugungi kunni holatidan kelib chiqsangiz, chempion bo'lishi qiyinday. Lekin chempionatda o'yini qovushib qolsa bo'lishi mumkin. Ammo Fransiya 3-chi bo'lishi mumkin. Hali 3-chiga nomzod deganingizga-da Angliya chempion bo'lmaydi, faqat uyda chempion bo'lgan. Angliya bo'lishi mumkin. Buning uchun jahon chempionati bezbolligini qabul qilish kerak. O'sha Keyn bilan birga Angliya bo'lishi mumkin 3-chi misol uchun. Xo'p, finalga ikkita eng kuchli jamoani qaysi birlari chiqadi? Finalda kim o'ynaydi? Finaldami? O'zimga qolsa Ispaniya Braziliyani ko'rmoqchiman. O'yin bo'ladi. Braziliya qiyin chiqishi. Braziliya qiyin. Braziliyada Ancelotti bor hozir. Ancelotti odatda haligi boshqalar mensimagan jamoani yuqori ko'tara oladi. Xuddi Zidanga o'xshab. Zidan vaqtida Real 3 yil ketma-ket Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrini egasi bo'ldi-da. Carlo Ancelotti ham qo'l ostidagilarni birlashtira oladi va o'yin tashkil qila oladi. Shuning uchun Braziliya va Ispaniya dedim. Kim eng zo'r hujumchi bo'ladi? Turnir ko'rsatadi. O'sha Yamal bo'lishi mumkin, o'sha Mbappe bo'lishi mumkin, o'sha Keyn bo'lishi mumkin, balki Holland bo'lar, balki deb turib Shomurodov bo'lar. Qaysi jamoaning darvozaboni kuchli? Sizningcha? Eng kuchlisi. Bugungi kunda dunyo futbolida chinakamiga kuchli deydigan darvozabon yo'q. Bugun zo'r o'ynashi mumkin. Keyingi o'yinda qovun tushirishi mumkin. Oddiy misol Matvey Safonov PSG dekabrda qit'alararo kubokda penaltilar seriyasi 5 ta zarbadan 4 tasini qaytardi. Matvey Safonov zo'r.
Chempionlar Ligasi. Mana yaqinda Arsenalga qarshi o'yin, penaltilar seriyasi. Matvey qaytarmadi, baxtiga ikkitasi darvozaga aniq yo'llolmadi. To'pni raqiblarni PSG g'olib bo'ldi. Germaniyani azaliy darvozaboni kabi bunaqa darvozabonlar yo'q deysiz. Yo'q, endi masalan bir paytlar Oliver Kahn bo'lgan. Misol uchun. Bir paytlar Renat Dasayev bo'lgan. Bir paytlar Lev Yashin bo'lgan. O'sha Lev Yashinni masalan hozirgacha faqat bitta darvozabon oltin to'p olganda Lev Yashin. Olganda ham qanaqasiga olgan? Boshqa o'yinlar o'z yo'liga u. Lekin 1963-yili Angliyada jahon futbolining 100 yilligi nishonlangan inglizlar termasi jahon termasiga qarshi o'ynagan. Yashin bir taym turgan xolos. Bir taym mobaynida inglizlar haligi jahon termasidagi yulduzlar bir-biri bilan qovushib ulgurmagan, har yoqdan yig'ishtirib kelingan, bir-birini tushunib, bitta tilda ham gaplashishmaydi-da, futbol tili umumiy deganman ham. Xuddi haligi ochiq yo'lak qilib berishgan inglizlarga. Chiqavergan gol urolmagan, chiqavergan zarba beravergan, Yashin qaytaraverganda o'sha bitta o'yin oltin to'p taqdirini hal qilgan deyshadi. Qolgan o'yinlardagi ishonchli o'yini o'z yo'liga. Lekin terma jamoa o'sha Angliya termasi va jahon termasi o'rtasidagi o'yinni bitta taymida 7 ta 8 ta muqarrar golni bartaraf qilgani uchun Yashin butun asrda-yu, 1000 yillikda-yu bu yoqda eng zo'r deyilyapti-da. Bunaqa darvozabon bugun yo'q. O'shaning uchun Yashinni xayrlashuv uchrashuviga butun dunyodan manaman degan yulduzlar to'plangan, ularnikida 100 mingdan oshiq odam. O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialda qanday natija ko'rsatishdan qat'iy nazar Kannavaroning qolishini xohlaysizmi yoki xohlamaysizmi? Faqat rostini ayting. Rostini aytadigan bo'lsam, natijaga bog'liq. To'g'risi, natija ijobiy bo'lsa, qolishi 100 emas 200% aniq bo'ladi. Lekin hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu hayot, bu futbol. Agar natija o'ta salbiy bo'lsa, demak, Kannavaroga rahmat deyish kerak va o'zimizni yoshlarni yaxshi biladigan Temur Kapadzeni Navbahordan qaytarib tortib olish kerak. Temur Kapadze bunga loyiq, munosib va yosh avlodni Temurchalik yaxshi biladigan odam yo'q. Ikkinchisi Ravshan Haydarov. Chunki so'nggi yillarda asosan yoshlar terma jamoalarida o'ynayapti, ishlayapti, o'sha o'ynatyapti Ravshan Akmalovich. 23 yoshlilarni chempion qildi. 20 yoshlilar bilan ishladi, chempion bo'ldi. Biz suhbatimizni Temur Kapadze haqidagi fikrlar bilan boshlab, shu haqda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tugatish arafasidamiz. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Bu jahon chempionati qanday natija bilan yakunlanishidan qat'iy nazar O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun Temur Kapadzeni qaytishi nechog'lik darajada to'g'ri bo'ladi? Va ikkinchi savolim, keyingi podkastimizda aynan Mirzahakim akamning o'rnilarida Temur Kapadzeni ko'rishni xohlarmidingiz? Ularga qanday savollaringiz bor? Agar ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q degan so'zni yozib, savollaringizni tayyorlab turinglar. Biz Temur Kapadze bilan intervyu olishga harakat qilamiz. Siz bilan esa maroqli suhbatingiz uchun kattakon rahmat. O'zbekiston haqidagi albatta keyingi sharhlaringizni kutib qolamiz va Mirzahakim aka, bu savolni bermanman. Mundialda sharhlaysizmi o'yinni? Xudo xohlasa o'sha termamizni birinchi o'yinida ishlash niyatim bor. Qolganlarida-chi? Vaziyatga qaraymiz. Demak, Mirzahakim akani ovozlarini sog'ingan bo'lsangiz, podkastimizda hozir iltimos qilamiz. O'zbekiston va o'zlari xohlayotgan terma jamoani finaldagi bir boshidagi o'yinini sharhlash. Bu qaysi yil bo'lishidan qat'iy nazar? Bitta sharhlab bering. O'zbekiston finalda siz xohlayotgan terma jamoa bilan o'ynaydi. Bilasizmi, bu xohlamasak sun'iy chiqadi bu. Sun'iy intellekt menda yaxshiroq bajaradi buni. Vazifa qilib qo'yib bersa, meni shaklimni qo'yib sog'inganlar uchun. Lekin aslida sal boshqacharoq qilaylik. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Yana bir necha daqiqadan so'ng Mexikoda 2026-yilgi jahon chempionati K guruhi uchrashuvi boshlanadi. Maydonda Kolumbiya va O'zbekiston terma jamoalari saf tortishadi. Barchamiz ushbu kunni
orzu qilganimiz bor gap. O'sha kunga yetib keldik. Bugun tunda hech kim uxlamaganiga ham shak shubha bo'lishi mumkin emas. Biz vatan jamoasi bilan bir tanu bir jonmiz. O'zbekiston terma jamoasi bugun yuzi yorug' bo'lib maydonda ajoyib o'yin ko'rsatishini hammamiz xohlaymiz. O'zbekiston olg'a. Sizga kattakon rahmat. Biz albatta ichimizdan, yuragimizdan milliy terma jamoamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana hozir to'lqinlanib ketyapman, yig'lab o'raman ham hattoki. Qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar yigitlarimizni qo'llab-quvvatlab turaylik. Albatta oson emas. 26 ta o'sha kuchli futbolchilarni jamoasiga yig'ilishi o'zi ham juda ham katta. Kannavaroga ham hozirgi paytda oson emas. Hattoki Kapatzega ham oson emas, chunki bormayapti. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar va har bir o'yinni jamoani albatta qo'llab-quvvatlash uchun harakat qilib, olishlar bilan kutib olasizlar. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Hammamizga butun jahon chempionati vaqtida yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana uchrashguncha xayr. Omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.